Bugun biz Urganch 2030 xalqaro olimpiadasida qatnashuvchi Toshkent xalqaro kimyo universiteti talabalarini kutib olish uchun Urganch xalqaro aeroportiga yetib keldik. Barcha ishtirokchilarga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shunaqa chiroyli O'zbekiston davlatimizni shunaqa bir azim qadimiy shahariga kelganimizdan juda ham xursandmiz. Toshkent tibbiyot akademiyasining Urganch filiali bu filiallarning orasida eng oldi yuradigan filiallardan bittasi. Mana biz Toshkent kimyo xalqaro universitetidan yaxshi iqtidorli talabalarni olib keldik, xursandmiz. Hamma talabalarga omad tilaymiz. Sizlarga ham ishlaringizda muvaffaqiyat. Shu mo'ljal qilgan oldimizga qo'ygan rejalarni muvaffaqiyatli amalga oshiraylik. Tadbirlar zo'r, ko'tarinki ruhda o'tsin. Hamma xursand bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Hammaga muvaffaqiyat o'tsin. Rahmat. Yaxshi rollarni olib ketishni Alloh taolo nasib etsin. Rahmat. Sog' bo'linglar. Yana bir marta Rahmat. Rahmat.